Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, assalomu alaykum bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotgan vatandoshlar, azizlar, qadrdonlar. Mana kuni kecha Doktor Ali salomatlik bog'ida 2025-yilning 13-dekabr sanasida Umra safariga 2 kishilik yo'llanma aksiyasi bo'lib o'tdi. Va mana shu aksiyamizda bugun sizlar hozir ekranda ko'rib turgan meni yonimdagi mehmonlar Andijon farzandlari ushbu aksiyamizni g'oliblari bo'ldi. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Yaxshi kelib oldilaringmi? Qiynalmay? Allohga shukr, rahmat. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Men Andijon viloyati Asaka shahridan Mamasadek Xoldarbekman. Xoldarbek, Doktor Ali choylarini, Doktor Ali mahsulotlarini qancha muddatdan buyon iste'mol qilyapsiz va nima kasallikdan shifo topishlik uchun iste'mol qilgansiz? Men shu yerga kelishim 4-noyabrda kelganman, birinchi marta kelishim. Mashaalloh, birinchi kelishingizda. Birinchi eshitib, shu 2-noyabr kuni eshitgan bo'lsam, 4-kuni kelib mahsulotlar olib ketdim. Kasalimiz endi bronx shamollagan, allergiya. Nafas qisib qolasiz. Shunga dardimiz shifo topishgan. Bronx shamollagan, allergiya. Nafasimiz qisib turasdi. Shunga kelib mahsulotlarni olib ichdik. Allohga behisob shukr, yaxshi. Doktor Ali choylarimizni, boshqa mahsulotlarimizni ham olib iste'mol qilishni boshladingiz. Siroplarni Shifokorlarga uchradingiz. Shifokorlarga. Aynan sizni kasallingizga nima mahsulotlarni tavsiya qilishdi shifokorlarimiz? Hozir nomlari esimda emas, 7 xil anaqa siroplarlarni olganman. Bu kishi turmush o'rtog'ingizlar. Kelin ismi sharifingiz nima edi sizni? Mamasadekova Nigora. Mamasadekova Nigoraxona. Mahsulotlarni o'z vaqtida iste'mol qilyaptilar. Baribir endi har bir oilada o'zga oilasida demak, nima deydi? Eng birinchi yordamchi dastyorimiz bizni haligi har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan demak ayolimiz bo'ladi. Siz ham demak ayollarisiz. O'sha qaysi mahsulotlarni o'z vaqtida ichyaptilarmi? Yo'q, vaqtida hamma yo'qni ichdik, Allohga behisob shukr. O'zi u o'yinlar bo'lishidan bir kun burun bir o'g'lim, bir qizimga ham shu yana sizlardan mahsulot olgani niyat qilib turdik. Yaxshi shifo topganimiz uchun. Ularda ham shu ichcha bo'ylari pastroq, gejalarini borga o'xshaydi. Shunga o'zi niyat qilib turdik. Shu bozor kuni yo dushanba kuni o'tamiz deb turdik. Alloh nasib qilib o'zingiz chaqirib qoldingiz. Telefon qilib qoldingiz. Telefon qilib qoldingiz. Yaxshi. O'sha telefon qilgan paytimda nima ishlar bilan band edingiz? Shu paytda endi ko'chadan keldik, sovuq. Ko'chadan uyga keldingiz. Uyga keldim. Mahalla dedik, ko'cha boshida. Qo'shnilar bilan gaplashib, sovuq uyga kirib, singani uyga kirib endi o'tirdim, telefon qilib qoldingiz. Qani, bizni xalqimizda bir atama bor, ibora deylik. 7 uxlab tushimga kirmagandi degan so'zlarni ishlatamiz. Sizda shu holat qanday bo'ldi? Avvaliga ishonmadim. Ko'nglingizda bormi? Yo'q, o'zi siz ko'ngilda yo'q edi. O'zi sizni davoshingiz, biz endi safarga taksi kirakashlik qilamiz. Bir Oltiariqlik akamiz bor, qora akamiz, klientimiz. Shu akamiz bir ketsa, 6 oy, 7 oy, 8 oylab, bir yillab yuradi. Nozim qora akamning davoshiga o'xshab ketdi. Akam uyga kelib hech 2 oy, 3 oyda tezda qaytib ketdi-da deb turib, shu hazillashyapti deb o'yladim avvaliga. Keyin Doktor Ali deganingizdan keyin nima holatga tushdingiz? Aytib o'ring, ochig'ini aytib o'ring. U narsani hozir Yig'lab aytamiz. Endi u anaqa bir o'yin kulgi joyiga emas, bir haligi. To'xtang, endi shu yerda to'xtang. Kelin siz davom ettiring, holat nima bo'ldi? Bu kishi demak uyga kirgan paytlarida qo'ng'iroq bo'ldi. Bu kishi men bilan savol javob qilyaptilar. Men bu kishiga aytyapmanki, "Voy, bizni YouTube ijtimoiy tarmoqdan, Instagramdan kuzatishingiz mumkin" deyapman. Bu kishi oqtarib ketdilar. Hazillashyapti ham deb o'ylabdilar. Yo'q, yonimda edi. Nima holatlar bo'ldi o'sha yerda mana oilada? Men shu bir marta aytdingiz, keyin dinamikaga qo'yib menga imlo beruvdi. Yana qaytardingiz, o'sha paytda yig'lab yorib, qo'limiz qaltirab istadingda. Endi umraga deganingizdan keyin yig'i kelib ketadi-yu, shunga.
o'zi holat. choyni olish jarayonida demak bu yerda mana Bahodirjon, Feruzaxon singillarimiz borlar. Alloh rozi bo'lsin bulardan ham xizmatlarida. Alloh rozi bo'lsin. Har bitta kelgan odamga juda chiroyli muomalalarni qilib, ularga tushuntirib, ismi shariflarini yozib, agar o'zlari yozish imkoniyatlari bo'lsa, bu yigitlarimiz, qizlarimiz, singillarimiz o'zlari yozishadi va Latatronga tashlang, Xudo xolisa yaxshi niyat bilan deyishganmidi? Qaysi birlari aytishgandi? Bahodirjonmi, singil? Ismini bilmayman, ukamiz bor edi. Uni narsalar bundaroq dedi. O'zi chegirmaga kelibmiz, Alloh shunisiga ham shukrki, keragi yo'q desam, aka ismi familiyasi yozib tashlab qo'ying Umra safariga. O'zi chegirmaga kelib turibmiz, 50% ga mashinasi ham yetadi. Samiglarni eng avvalo Alloh shifosini bersin. Alloh endi sababchisizlar bo'linglar. Biz dardimizga shifo topsak bo'ldi degan maqsadda chiqib ketsam, aka yozib tashlab qo'ying, sizdan nima kerak? Siz chiqib ketrodingizmi? Men o'zi olib qo'ying, men yozmayman diyordimda. Men olsam u men ham yo'q edi, anaqa xayolda ham yo'q edi. Endi haligi mahsulot topgan ekan deb haligi bir umidvorlikda nima yo'q edi. Bo'pti deb endi keyin yaxshi niyatda tashlavering deydi. Bismillohda aytib chiqib qolsa deb tashlavdiydi endi aka. Ayrim mana shunaqangi bir holatlar, shunaqangi bir suhbat jarayonida bir nimalar bo'ladiki, men juda ham xursand bo'laman. Parvardigora aynan mana shu dinni vakili qilib dunyoga keltirganiga, shu ota-onani farzandi qilib, shu xalqni farzandi qilib dunyoga keltirganiga Alloh taologa behisob shukr. Xalqimiz shunaqangi oriyatlik, diyonatli xalq. Mana o'zi 50% ga keldik-ku deb xijolatdan bo'lishib, hatto chiqib ketishayotgan paytda Bahodirjon ukalarimiz demak, Jamolxon ukalarimiz qaysidir birlari demak to'xtatib, ismi shariflarini majburan yozdirib tashlagan ekanlar. O'zingiz tashlaganmisiz, kelin bilan birga kelganmisiz? Yo'q, birga edik-ku, men o'zim kirdim bu yoqqa. U kelinlar eshitayotib o'tirishdi, opamiz bor edi, qo'shnimiz. Avvalo shu qo'shnimning Ucherapaga rahmat. Sizlarda anaqa u ayolim bilan opa ukadek. Men safardan kelgunimgacha ukollarimni uqlasdi. Har kelganimda 4 kun 5 kun ukol olaman, lechena qilaman, keyin ketasdim. Odam tashishdi. Shirxon opa sizlarni bu yerga boshlab kelmaganmilarmi? Boshlab. O'sha Telegramdan topgan, nimalar ko'rgan. Keyin hadeb yana sirazi O'zbekistonga o'tganimda opa ukollarni tayyorlab olib qo'ysanglar, yana qattiq o'lyapman, nafas qisyapti, bu safar cho'ta qo'yib yubormayapti degandim. Kelaver dedi, keldim. Hadeb dori ukol qilavermaylik, olaverma. Manaqa narsa ko'rdim, xuddi seni kasaling bo'yicha. Yur borib kelamiz dedi. Keyin melaga kirib telefon qildik. Operatorda telefonda javob qo'ygan Sardorbek degan aka kim? Shu aka telefonni ko'tardi, lokatsiyani berdi bizga. Lokatsiya bo'yicha keldik, oldik. Yaxshi, demak, Gulchiraxon opa, sizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Nafaqat bular balki bildirib ham bo'lishgandir, yana uzoq bildirishadi sizga bu minnatdorchiliklarni, chunki kimgadir sababchida endi. Sababchi bo'ladi. Alloh taolo kimnidir sababchi qilib qo'yadi. Shuning uchun Gulchiraxon opa, yana bir bor sizga rahmat. Aynan mana shu oilani o'sha kuni siz doktorli salomatlik bog'iga boshlab chorlab kelganligingizga, ularga kerakli ma'lumotlarni berib, mana siz sababdan bular shu doktorali choylarimizni olib, iste'mol qilib, ozmi ko'pmi, demak dardlariga shifo topib, xursand bo'lib, hatto natija olishgandan keyin farzandlarini olib kelishga taraddud ko'rib turishgan pallada demak telefon qilibman, telefonimdan keyin demak mana shu jarayonlar bo'ldi. Keyin o'zingiz sizdan ham ozgina bir suhbatlashaylik, sizdan ham eshitaylik. O'sha mana e'lon qildik. Telegram, YouTube'da ko'rdilaring. Ko'rdim. Undan avvalgi nima bo'ldi oilada? Suyunchiladi hammaga. Gulchira opamga qildim birinchi. Nima dedilar Gulchiraxon opa? Onamga qildim. Voy zo'r bo'pti-yu, rostana deb unisi ham o'zim dadam ham yig'lavordi, shu yerda turib, rostdan mana sizlarni chaqiribdi Xudoyim deb. Ancha-munchasiga emas deb. Alloh. Endi Alloh chaqiribdi. Haqiqatdan ham mana qadrli tomoshabinlar, hurmatli kuzatuvchilar, orqamizda demak o'sha latatronlarimiz turibdi hali.
man bejiz ko'p aytmayman shu fikrimni, shu gaplarimni va man qaytarishdan charchamayman. Har doim aytamanki, Alloh taolo kimniki o'z uyida mehmon qilishlikni munosib ko'rsa, shu aziz insonimizni nomlari zikr etiladi. Demak, Parvardigoro aynan sizlarni shu safargi tadbirimizda, aksiyamizda, o'yinimizda g'olib bo'lishlaringni xohladi va alhamdulillah bugun sizlar g'olibsizlar. Sertifikatni tantanali ravishda topshiramiz. Qani, bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Aka, muborak bo'lsin. Katta Shunday qarab turamiz endi mana.